Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? YouTube'da pul ishlash bo'yicha juda ko'p ma'lumotlar bor. YouTube'da o'zida juda ko'p videolar chiqarishgan blogerlar, qanaqa qilib YouTube'dan pul ishlash mumkin degan savolga mana hozir javob beramiz. $10,000 topasiz oyiga, $100,000 topasiz degan videolar ko'payib ketgan. Ko'pchiligi chista pul ishlash uchun mashedniklik qilib ham video qilishyapti. O'rgatamiz, polniy, atido, отдельный alohida maktab ham qilib qo'yishgan. Borib offline kurslar borib, o'sha yerda video qanaqa qilib загрузить qilishi, kanal ochishi, shu narsalarni o'rgatadi, pulingizni oladi shu narsaga. YouTube'da pul ishlash uchun men sizlarga bitta sirni ochib ketaman. YouTube'da pul ishlash uchun YouTube pul to'laydigan davlatlar bor. O'sha davlatda ichidagi kompaniyalar YouTube'ga reklama beradi. Shuni hisobidan o'sha davlatda odamlari o'sha video ko'rsa, masalan deylik Angliyada odamlar videoni ochib ko'rsa, ularga reklama chiqadi. Har xil mahsulotlarning reklamasi chiqadi. Shuni hisobiga o'sha video qo'ygan odam pul ishlaydi. O'zbekistonda prosmotrdan pul topib bo'lmaydi. O'zbekistonda hali video olish, videoni ko'rib yoki odamlar siz videoyingizni ko'rganidan pul ishlab bo'lmaydi O'zbekistonda. Siz nima qilishingiz mumkin? Ingliz tilida, masalan, nemis tilida, fransuz tilida, italiyani tilida video chiqarsangiz, o'sha davlatlarni ichida yurgan odamlar sizni videoyingizni ko'rishsa, prosmotrlaringiz ko'paysa, o'shanda sizga pul tushishni boshlaydi. O'zbekistondagi prosmotr uchun siz pul olmaysiz. Chunki O'zbekistondagi kompaniyalar YouTube bilan dogovor qilib, YouTube'ga pul to'lab, o'z mahsulotini ofitsialniy YouTube'da reklama qilmaydi. Qachonki shu narsadan foyda bo'lishini bilib, YouTube'ga ko'p kompaniyalar murojaat qilib, mana shu mahsulotimni O'zbekistonda video hostingda reklamasini ketishini xohlayman deb reklama berishsa YouTube'ga, o'shandagina keyin monetizatsiya ishlaydi. YouTube'da reklama qo'yish menimcha juda qimmat bo'lsa kerak. Shuni hisobiga O'zbekistondagi mahsulotlar, tovarlar ishlab chiqaradigan katta kompaniyalar ham YouTube'ga reklama berishmaydi. Shuni hisobiga O'zbekistonda hali prosmotr uchun pul berilmaydi. Lekin mabodo agar siz qo'ygan videolar juda katta prosmotr olsa, millionlab, masalan, videoni qo'ydingiz, bir kunning ichida 100,000, 200,000, 300,000 ta prosmotr yig'yapti. Har bitta qo'ygan videoyingiz, podpischiklaringiz ko'payib ketdi. Shunaqa bo'lgan holatda sizga o'sha videoni tagida agar siz ism, familiyangiz, nomer telefoningizni qoldirsangiz, o'sha sizni prosmotrlaringizga qiziqib, sizga har xil kompaniyalardan o'zlari primoy deydi, to'g'ridan to'g'ri sizga aloqaga chiqishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, o'sha videolaringizda mana shu mahsulotimizni reklama qilib bering. Masalan, siz garantiya berasiz. Bo'ldi, men masalan bir kun 24 soat ichida 500,000 ta prosmotr bo'ladi. Значит, 500,000 ta odam o'sha nimani, o'sha reklama beradigan odamni значит, tovari 500,000 marta ko'riladi. Shunga sizga pul berishi mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri YouTube to'lamaydi bu pulni. To'g'ridan to'g'ri o'sha reklama bergan odamdan pulini olasiz, keyin video qilib berasiz.
faqat o'sha orqali hozircha pul ishlasa bo'ladi. O'zbek tilida chiqargan videoingizni faqat O'zbekistonda ko'rishsa, chet elda ko'rishsa, juda qiziqroq kontent qilsangiz, YouTube'da eng glavnisi qiziq, odamlarni qiziqtiradigan kontent qilish. Agar odamlar qiziqib sizni videoingizni ko'rishni boshlasa, chet elda ko'rganini o'ziga pul to'laydi sizga YouTube. Yaxshigina pul to'laydi. Chet eldan agar sizni videolaringizni ko'rishsa. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, hech qachon men bu pulga o'rgataman, va bunaqa narsa, bunaqa narsa, video qo'yishni o'rgataman, Amerikan YouTube'ini ochishni o'rgataman deydiganlarga ishonmanglar. Bu вообще havo gaplar bular. Havo bo'ldi. Havoda uchib yo'qib ketadigan gaplar. Bunaqa narsa yo'q YouTube'da. Hech qanaqa kurslarini sotib olib 1 million, 2 million, 3 millionga kurslarni sotib olib o'rganganingizni foydasi yo'q. Siz o'rganing nimani? Video montaj qilishni o'rganing. Qiziqroq sarlavha qo'yishni o'rganing videoingizga. Chet tilini o'rganing. Keyin 3-4 siga o'sha tilni o'rganib, video qo'yib qo'yishni bilasiz, masalan, montaj qilishni ham bilasiz. Dalshi siz o'sha qiziqroq kontent qilishni o'rganing. Yaxshilab o'tirib o'ylasangiz, har xil videolar qilib odamlarni qiziqtiradigan bir yo'nalish topib olsangiz o'zingizga. Bunaqa yo'nalishlar juda ko'p. Sizga masalan yo'nalish ham topib beramiz deydi-yu bir xillar. Keling, 1 millionga sotib oling. Biz sizga o'rgatamiz. Kursimiz 1 million bir hafta ichida mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Yo'q, bo'lmagan gap. Siz по-любому o'zingiz qidirib, o'zingizga yoqadigan qiziq video qilishingiz kerak. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.